Samarqandda yangi g'oya, yangi innovatsiya. Pultlik tomlarimiz ochilyapti. Assalomu alaykum, hurmatli Metalvat obunachilar. Samarqand shahar Kolxoz Pobeda mahallasidamiz. Yangi uslubdagi, noodatiy bo'lgan high-tech ko'rinishdagi oyna va high-tech fasonda uyg'unlashtirilgan fasonda perilalarimiz hamda ochilib yopiladigan yangi noodatiy ko'rinishdagi kajevlarimiz. Yopilish jarayonini ham ko'rsatib o'tamiz. Pultimiz yangi, jivoy pultimiz bor hozir. Akamiz ochib chiroyli ko'rsatib beradi. Bu yoqqa noodatiy ko'rinishda bo'lgan stoyka va oynalardan foydalangan holatda yangicha dizayn yaratganmiz. Orqa tomonlarda ko'rishingiz mumkin naqshlari bilan chizilgan. Pesochning naqshlari. Perilamizga polni silver rangdan foydalanilgan. Yuqorimiz bo'lsa taqriban 150 kvadratdan ochilib yopiladigan kajrok. Buni mexanizmlarni avtomatlashtiramiz. Gold va silver ranglardan foydalangan holatda 150 kvadrat kajroyimiz bu yerga xizmat ko'rsatganmiz.